insonlarga manfaat yetkazishda payg'ambarimiz alayhissalom barchaga ibrat bo'lganlar. U zot-i sharif payg'ambar bo'lmasligidan oldin ham muhtojlarga yordam berardilar. Yetimlarni boshini silardilar. Chorasizlarni qo'llab-quvvatlardilar. Hiro g'orida Jibril alayhissalom ilk bor Rasulullohga kelib Iqro kalimalarini keltirganlarida Rasul akram alayhissalom bundan sarosimaga tushib qo'rqib ketdilar. Hadisha onamiz Rasulullah'dagi bu qo'rquvni payqab, amakilari Varaqa ibn Nawfalning huzuriga olib bordilar. Varaqa ibn Nawfal Rasulullohni amakilari Tavrot ilmidan xabari bor bo'lgan odam edi. Rasululloh aytdilarki, laqad khashitu ala nafsi, men o'z jonimdan xavotirga tushdim.